Abdurrahmon bin Avf roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldilar. U kishida kiyimlarida sariq rang izi bor edi. Payg'ambarimiz alayhisalom Abdurrahmon bin Avf roziyallohu anhudan so'radilar. Bu kiyimingda sarg'ayib qopti, atrofalar sepsan, o'zingga oro beribsan ma'nosida. U kishi bir ayolga uylanganlarini aytdilar. Uylanuvdim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom unga qancha mahr berding dedilar. Danak vaznidagi tilloni berdim dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom bir qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib odamlarga taom ulashgin dedilar. Mana shu yerdagi diqqat qiladigan tomonimiz borligini bilib qo'yaylik. Payg'ambar alayhisalomning oldilariga kelib uylandim dedilar. Abdurrahmon bin Avf kim? Boy, milliarder bo'lgan odam. Hozir pullarini agarda chaqishlikning imkoniyati bo'lsa, bugungi kundagi qiymatlarga 500 milliarddan oshiq puli bor bo'lgan odam shu kishi. Abdurrahmon bin Avf. Va u kishi jannatiy bashoratini olgan 10 ta sahobadan bittasi. Payg'ambar alayhisalomni to'yga etmabdilar. Bizni hozir kimdir to'yga etmay qo'ysa, shunaqa bo'ladi, hozir ichimizda o'tgandagi bo'ladi. Lug'atimizdagi bor gaplarni ishlatamiz unga. Voy, shuncha ulfatchiligimiz qaqa ketdi, falon. Yo'q, aytmadimi? Nobodo mana hozir to'ylar qisqartirilyapti. Aytilmadimi? Sizni aytishmadimi? Xafa bo'lmang bundan. Aytadigan ish nima ekan? Falonchi o'g'lini uylantiribdi yoki falonchi uylanibdi. Darrov qo'lingizni duoga oching. Baxtli bo'lsin, uvali juvali bo'lsin, uni baxtini ko'rishlikni barcha yaqinlariga nasib qilsin. Allohu akbar. Bo'ldi. Siz endi etmaganiga uyga borib siqilib, kelinni ham yuragini ezib, ovqat olib kelsa yoqmay, unaqa bo'lmaydi. Mana payg'ambar alayhisalom aytilmabdi. Payg'ambar alayhisalomning nikoh dasturxoniga mana aytilmasdan payg'ambar alayhisalom oldilariga Abdurrahmon bin Avf roziyallohu anhu kelib uylandim dedilar. Mendan maslahat qilmading, boshqa ham demadilar-da. Demak, birodarlar, keyin payg'ambarimiz alayhisalom avliyum valau bishat dedilar. Endi bitta qo'y so'yib bo'lsa ham yaqinlarini jamlab turib bir dasturxon yozgandilar.